Qulog'im senda qizim. Abdulloh Abdulmuti Xuda Said Bahlul. Harakatingiz qachon qayg'uga sabab bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pokiza nafs ham ne'matdir deganlar. Pokiza nafs xotirjam, sokin nafs, Alloh bergan rizqqa rozi bo'lgan nafsdir. Nafsingiz shunday bo'lsa, qalbingiz kunduzi yorug', tunda xotirjam bo'ladi. Dunyo topishda aka-ukalar, do'stlar va qo'shnilar bilan kim o'zarga musobaqa qilish esa insonni xotirjam nafsdan mosuvo qiladigan eng asosiy sabablardandir. Bu tarzda kim o'zarga musobaqa qilish shaxslarni, oilalarni va eng achinarlisi, butun jamiyatni tanazzulga yetaklaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham o'z ummatlarining aynan mana shu illatga duchor bo'lishidan xavotir olganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Allohga qasamki, men sizlarning kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqmayman. Lekin sizlardan avvalgilarga mol dunyoda kengchilik berilganidek, sizlarga ham kengchilik berilib, ulardan mol dunyo to'plashda musobaqalashganidek, sizlarga ham musobaqalashib, keyin ular halok bo'lganidek, halok bo'lishingizdan qo'rqaman. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan. Mol dunyo topishda birovlar bilan kim o'zar o'ynash ayni shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ta'limiy va oilaviy tanazzuldir. Mol dunyo topishda musobaqa qilish dunyoda ham, oxiratda ham pushaymonlikka sabab bo'ladi. Bir qiz aytadi: O'rta maktabda o'qib yurgan paytimda darslarda juda ilg'or edim. Lekin Alloh taoloning taqdiri ekan, bitiruv imtihonlarida yaxshi baholar olish nasib qilmadi. Barcha dugonalarim tibbiyot yoki farmatsevtika sohalariga o'qishga kirishdi. Men esa pedagogika sohalariga yo'nalishida o'qishga kirdim. Oldiniga bundan juda tushkunlikka tushib qoldim. Lekin keyinchalik o'zimni o'nglab, ko'nikib ham qoldim. Faqat o'qishimni o'ylab, boshqa narsalarga chalg'imaslikka qaror qildim. Farmatsevtika va tibbiyot oliy o'quv yurtlaridagi dugonalarim bilan odatdagidek salom-aligimiz bor edi. Ularga nisbatan qalbimda hech qanday g'ashlik yo'q edi. Lekin onam imtihonda olgan ballarim pastligini, dugonalarim kirgan nufuzli o'qishlarga kira olmaganimni yuzimga solaverardilar. Ana hamma dugonalaring tibbiyot farmatsevtika universitetlariga kirishdi. Bitta sen omadsiz bo'lib, ulardan qolib ketding, der edilar. Onamdan bu kabi piching so'zlarni juda ko'p eshitdim. Natijada yuqori ball bilan tibbiyot va farmatsevtika sohasida o'qiyotgan dugonalarimga nisbatan munosabatim o'zgara boshladi. Har gal onam men bilan ularni taqqoslaganida, ularni battar yomon ko'rib boraverdim. Oxirida esa qalbim ularga nisbatan hasad bilan to'ldi. Vaziyat shu darajaga yetib bordiki, qani edi ular o'lsa-yu, men qutulsam, yoki boshlariga kulfat yog'ilsa, kasal bo'lib qolishsa, yoki biror hodisa yuz bersa-yu, o'qishdan qolib ketishsa, yoki o'qiyotgan o'qishlardan yiqilib, men kabi past darajadagi o'qishlarda o'qishsa, deydigan bo'lib qoldim. Bularning barchasi onam o'zi bilmagan holda aytgan zaharli so'zlarning oqibati edi. Bugungi kunga kelib qarasam, boyagi dugonalarim u yoqda tursin, umuman barcha tibbiyot xodimalari-yu farmatsevtlarni o'likday yomon ko'rib qolibman. Boshqa bir qiz aytadi: Allohga ming shukr, juda qobiliyatli qizman, lekin ilg'orligimdan hech ham xursand emasman. Boshqalardan ustunligimdan kamdan-kam sevinaman. Chunki o'qish bo'yicha dugonalarim bilan kim o'zarga o'ynayman. Birortasining mendan hatto yarim daraja ham ustun kelishini xohlamayman. Men 99 ball yiqqan bo'lsam-u, kimnikidir 100 ball bo'lib qolsa, ich-ichimdan yonib ketaman. Mendan salgina oldinda kimdir borligini bilsam, o'zimning natijamdan hech ham qoniqmayman.
Buni qarangki, Alloh bizga pokiza qalbli bir muallimani nasib qildi. U qizlarning qalbini o'qiy oladigan, qanoatda, xotirjamlikda zarb bo'lmasal bo'la oladigan ayol edi. Nurli yuzi, ohista harakatlari, jozibador so'zlari buni yaqqol ifodalab turardi. Doim ta'kidlaydigan so'zlardan biri shunday edi: hayotdagi baxtimning siri shuki, men hech qachon birov bilan mol-dunyo borasida musobaqalashmayman. Har kimning Alloh belgilab bergan nasibasi bor. Hech kim hech qachon birovning rizqini yeb keta olmaydi. Qachon imtihon topshirsam, mendan ko'ra yaxshiroq natijaga erishganlarga baraka, omad tilayman. Mendan past darajadagilar haqqiga esa Allohdan g'amlarni artishni so'rab duo qilaman. Bir kuni ana shu muallima biz bilan do'stona suhbatlashib, qizlar o'rtasida qanday raqobatlar borligini aytib berdi. Chiroy, boylik, ilg'orlik va bundan tashqari bir qancha narsalar borasida raqobatlar bor. Ammo aytib qo'yay, kimki mana shu raqobatlarning birortasiga kirishsa, albatta yutqazadi. Chunki bu raqobat insonni ich-ichidan yemirib, qalbiga qayg'u to'ldiradi. Hayotida qanday muvaffaqiyatga erishishdan qat'iy nazar, qalbida tuyadigan har qanday halovatdan mahrum etadi. Bunday narsalar borasida raqobat qilmaydigan qiz esa hammadan baxtli, chunki u Alloh bergan mol-dunyoga qanoat qilib yashaydi. Har qancha kichik bo'lmasin, hayotida bajargan har bir yaxshi ishidan ko'ngli to'lib, xursand bo'laveradi. Chunki insonning baxti chiroy, mol-dunyo va har doim birinchi bo'lishda emas, balki rozilikda, raqobatni bas qilishdadir. Muallima mana shu raqobat illatining davosi haqida ham so'zlab berdi. Alloh sizga nasib qilgan ne'matni sizdan hech kim tortib ola olmaydi. Shunga ishonchingiz komil bo'lsin. Hammaning Alloh yozib qo'ygan rizqi bor. Masalan, dugonangiz bilan peshqadamlikda raqobatlashayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab buni bas qiling. Aksincha o'qishiga rivoj tilab, sajdalaringizda uning haqqiga duolar qiling. Bundan siz dugonangiz topadigan manfaatdan ko'ra ko'proq foyda ko'rasiz. Chunki dugonangizning haqqiga duo qilar ekansiz. Alloh tayinlab qo'ygan bir farishta sizning haqqingizga senga ham shunday bo'lsin, bundan ham ziyoda bo'lsin deb duo qilib turadi. Farishtaning duosi esa maqbuldir inshaalloh. To'g'ri, boshida o'zingiz raqobatlashayotgan qizning haqqiga duo qilish juda qiyin bo'ladi. Nafsga og'ir botadi. Ana shu paytda to'g'ri yo'lda ekaningizni unutmang. Shayton nima qilib bo'lsa ham sizni bu ishdan to'xtatish uchun chiranadi. Chunki u mana shu yo'l bilan sizlarni yuz ko'rmas qilib yuborishni istaydi. Aslida shaytonning maqsadi ham aynan odamlar orasida adovat urug'ini ekishda. Agar u maqsadiga erishsa, buzg'unchilik, tortishuv, yolg'on, xiyonat va Alloh asrasin, oxiri borib qotilliklar ham yuzaga keladi. O'zingiz raqobatlashayotgan qizning haqqiga duo qilishda davom etaversangiz, asta-sekin qalbingizga sokinlik, halovat kirayotganini sezasiz. Kundan kunga qalbingiz xotirjamlashib, dugonangizga nisbatan adovatingiz so'nib boradi. Buning o'rniga esa uning muvaffaqiyatidan xursand bo'la boshlaysiz. Bularning barchasi uning haqqiga duo qilganingiz sharofati bilan bo'ladi. Shundan keyin muallimamiz aytgan o'gitlari necha yillardan beri raqobatlashib kelayotgan dugonalarimga nisbatan qo'llab ko'ra boshladim. Haqiqatan ham boshida ularning haqqiga duo qilish juda qiyin bo'ldi. Lekin sabr bilan Allohdan bu muhim vazifamni bajarishda yordam so'rab duolar qildim. Dugonalarim haqqiga namozlarimda duo qilardim. Ko'plar o'tgan sayin qalbimga o'rnashib qolgan hasad, dugonalarimga nisbatan nafrat, adovat asta-sekin yo'qola boshladi. Borib ular bilan eng yaqin dugonalarga aylandik. O'sha kunlarda maktabimizning peshqadami bo'lgan, oldinlari mening eng ashaddiy raqiblarimdan biri bo'lgan qizning otasi vafot etib qoldi. Qizning ruhiy holati yomonlashib, o'qishlari ham orqaga keta boshladi. Shunda men uning avvalgi holatiga qaytishda ko'maklashishga ahd qildim.
O'quv yilining qolgan oylarida uning yonida turdim. Dugonam ham hayron, chunki uning o'zi ham meni o'zi raqib deb hisoblardi. Imtihon natijalari e'lon qilinadigan kuni hech kim kutmagan holat yuz berdi. Men yordam bergan qiz tibbiyot oliy o'quv yurtiga kirish uchun yetarli ball yig'ib, hammadan yuqori natijani qo'lga kiritibdi. Men esa undan pastroq ball to'plab iqtisodiyot institutiga o'qishga kirdim. Lekin men bu safar mutlaqo qayg'urmadim, kuyinmadim. Qalbimda zarracha adovat his etmadim. Chunki men unga Alloh roziligi uchun yordam qo'lini cho'zgan edim. U ham menga qayta-qayta hamdardlik bildirib, mening muvaffaqiyatimga sen ham sheriksan, dedi. Yillar o'tgan sari Alloh qalbimni rozilik va qanoat bilan to'yintirdi. Oliy o'quv yurtini katta natijalar bilan tamomladim. Eng ilg'or bitiruvchilardan biri bo'lganim uchun shu yerda assistent etib tayinlandim. Keyin magistraturani ham tamomladim. Eng muhimi, shuncha yillar davomida o'zim raqobatlashadigan qizlar bilan chiroyli aloqani saqlab qoldim. Xayrli tomoni shuki, men ularning haqqiga duo qilishni hali ham kanda qilmayapman. Ko'p yillik tajribalarimdan shunga amin bo'ldimki, ilg'or talaba qizlar darslarda o'zidan quyiroq mavqedagi qizlarga nisbatan ko'proq qiyinchilikka uchrar ekan. Pastroq bahoga o'qiydigan qizlarda ruhan tushkunlik hissi bo'lganidek, peshqadam qizlarda ham o'ziga yarasha salbiy ruhiy kechinmalar bo'larkan. U ham bo'lsa raqobat, kibr, adovat va shunga o'xshash illatlar ekan. Agar opa-singlingiz yoki dugonangiz bilan raqobatlashib unga hasad qilayotganingizni his etsangiz, bilingki yaqinda uni yomon ko'rib qolasiz. Hozircha sizda u bilan aloqani tiklab, mustahkamlash uchun bir qancha yo'llar bor. Sajdalaringizda uning haqqiga duo qiling. Duolaringizda aynan siz unda ko'rishni istamagan yaxshiliklar unga berilishini Allohdan chin dildan so'rang. To'g'ri, bu anchagina qiyin bo'ladi. Lekin buning so'ngida albatta qalb xotirjamligiga erishasiz. Yana unga sovg'alar berib, yuziga tabassum bilan boqish, imkon boricha unga yordamlashish, yangi narsa sotib olganida yoki qandaydir muvaffaqiyatga erishganida tabriklab, unga baraka tilashning go'zal samarasi bor. Yodingizda tuting, bularning barchasini o'zingiz uchun, qalbingiz orom olib, hayotingiz xayr-barakaga to'lishi uchungina qilasiz. Hamma balo men sendan yaxshiroqmandan boshlanadi. Qizlar orasidagi bellashuv odatda faxrlanish, qarshisidagi odamni g'azablantirish istagi bilan boshlanadi. Bu esa ularning juda yoshlik paytlaridan shakllana boshlaydi. Hammaga ma'lum bo'lgan misollardan biri qizchaning sherigini achchiqlantirishga urinishdir. Misol uchun, o'zida bor narsa bilan maqtanib, sherigiga "Meni qo'g'irchog'im bor, senda qo'g'irchoq yo'q. Meni qo'g'irchog'im senikidan chiroyli" deydi. Singlisiga "Mening sochim senikidan uzun" deb maqtansa, dugonasiga "Men a'lochiman, sen esa" deb kibrlanadi. Bu so'zlar raqobatga ochiq chorlov bo'lib, birovning qalbiga ozor berishga vositadir. Endi mana shu savolga javob bering. Dugonangiz sizga o'zining go'zalligi, sochining betakrorligi, terisining tiniqligini aytib maqtansa nima qilasiz? O'zining yangi sumkasi yoki qimmat taqinchoqlari bilan kibrlanib, dilingizga ozor berishga urinsa nimalarni his qilasiz? Siz ham qachondir birovga mana shunday maqtanganmisiz? O'shanda o'rtangizdagi munosabat qaysi tomonga o'zgargan? Qaniydi inson o'ziga berilgan narsa bilan maqtanmasa? Bir qiz aytadi: "O'rtahol oilaning farzandi edim. Bilasiz, qizlarda kiyim-kechagi, taqinchoqlari bilan maqtanish odati bor. Sinfimizdagi qizlar ham Alloh bergan chiroyli yuzi, sochi va boshqa narsalari bilan maqtangan edi. O'zidan bor narsa bilan maqtansa-ku mayli, lekin o'zini maqtab, meni kamsitgani juda og'ir botar edi. Uyga xafa bo'lib yig'lab qaytardim. Kambag'alligimizni onamning yuziga solar, undan imkonsiz narsalarni talab qilib, dilini og'ritardim. Vaqt o'tishi bilan xorlik, zaiflikni his eta boshladim. Bu hayotda mening hech qanday o'rnim yo'q edi go'yo. Qizlar menga tinmay maqtanishar, menda esa maqtanadigan hech narsa yo'q edi. Bu tuyg'u mening ko'zimga hamma boy qizlarni yomon ko'rsatib qo'ydi. Ularning yaxshi yashashini istamay qoldim. Shuning uchun ularga ozor berib, maqtanadigan narsalarini o'g'irlashga tushdim. Bu esa hayotimni battar zulmatga to'ldirdi. Qaniydi ular o'zida bor narsalar bilan maqtanmasa.
balki men ham hayotdan mamnun yashagan, ular bilan samimiy muomala qilgan bo'lardim. Boshqa bir qiz aytadi: otam bizni juda yaxshi ishlarga odatlantirgan. Ulardan biri qizlar o'rtasidagi maqtanchoqlikni to'g'ri qabul qilishni, unga qarshi qanday munosabatda bo'lishni o'rgatganlar edi. Hayotdagi baxtimizning siri ham ana shunda. Otam bizga o'rgatgan narsa shuki, birorta odamning bizni xafa qilishiga imkon bermaslikni o'rgandik. Biror qiz bizda yo'q narsa bilan maqtansa, Alloh senga baraka bersin, Robbim seni shu narsang bilan baxtli qilsin deb, uni duo bilan mot qilardik. Qo'shni qiz o'zining mendan chiroyli ekani bilan maqtansa, Alloh chiroyingni yana ham ziyoda qilsin deb javob berardim. Biror dugonam baholari menikidan yuqori ekani bilan katta ketsa, Alloh birinchiligingni, tavfiqingni ziyoda qilsin der edim. Biz mana shunday duolar bilan ichimizga raqobatlashish illati kirib qolishidan o'zimizni saqlar edik. Shu bilan birga shu yo'l bilan kibrlilarni yengardik. 3-qiz aytadi: yoshligimdan onam meni birovlarga maqtanishdan, ularni bizdek boy emasligi yoki chiroyli emasligi uchun kamsitishdan qaytarar, Qur'oni Karimdan shu haqda hikoyalar aytib berardi. Bu hikoyalarda Alloh bergan ne'matlar yoki erishgan yutuqlari bilan faxrlangan, kibrlanganlarning oqibati yomon bo'lgani, qo'lidagi ne'matlardan ayrilganlari rivoyat qilingan. Masalan, Alloh xor qilgan shaytonning qissasida ham shunday bo'lgan. Onamning hikoya qilishicha, Alloh shaytonni odamga sajda qilishga buyurgan. U esa o'zining chiroyi, quvvati bilan faxrlanib, kibrlanadi. Chunki Alloh uni olovdan, odamni esa loydan yaratgan edi. Shayton: men undan yaxshiman, chunki sen meni olovdan, uni esa loydan yaratgansan deydi. Natijada Alloh uni jannatdan quvib, do'zaxga kiritish bilan jazolaydi. Firavn ham takabburlik qilib, Muso alayhissalomga iymon keltirishdan bosh tortdi. U Alloh taolo bergan mol dunyosi, burro tiri bilan Muso alayhissalomga maqtandi. Faxr bilan shunday dedi: men manavi haqir gapini eplab gapira olmaydigan kimsadan, Musodan yaxshi emasmanmi? Natijada Alloh uni dengizga g'arq qildi. Alloh taolo Qorunni son-sanoqsiz mol dunyo va ilm bilan siyladi. Lekin u ham kibr qilib, Muso alayhissalomga iymon keltirishdan bo'yin tovladi. Ilmi va boyligi bilan faxrlanib, bu narsalar menga faqat o'zimning ilmim tufayli berilgan dedi. Oqibatda uning o'zini ham, o'ziga qo'shib uy joyini ham yer yutib yubordi. Qahf surasidagi kishi esa bog'i bilan, boyligi, bola-chaqasi ko'pligi bilan faxrlanib, sherigiga mening molim senikidan ko'p, odamlarim ham quvvatliroq deydi. Oqibatda mevasi g'arq pishib turgan bog' bir kechada yo'q qilinadi. Huvillab qolgan ishkomlarni ko'rib, ularga sarflagan pulini, mehnatini o'ylab pushaymon bo'ladi. Qaniydi Robbimga hech kimni sherik qilmasdan, ne'mat faqat u zotdan ekanini bilganimda deb qoladi. Bu oyatlarni onamdan juda ko'p eshitganman. Onam bizni bu oyatlarni yodlashga undar edilar. Kamtarlik uchun, o'zimizdagi ustunliklar bilan birovga maqtanmaslik kabi xislatlarimiz uchun bizni mukofotlar edilar. Bizning baxt-saodatimiz atrofimizdagi insonlarning bizga muhabbatining siri mana shu. Barchamiz yoshligimizdan Takosur degan surani yodlaganmiz. Takosur nima degani? Mol, dunyo, chiroy va boshqa narsalarda kim o'zar o'ynash, musobaqalashish degani. Kim o'zar sizlarni shunday mashg'ul qilib qo'ydiki, oxiri Allohga ibodat qilmay qabrga kirdingiz. Boshqalardan kam bo'lmaslik, hammadan oldinda bo'lish maqsadida kim o'zar qilib bir-birimizga kibrlansak, aniqki oxiratimizni esdan chiqaramiz. Alloh bizni siylagan yaxshiliklardan to'g'ri foydalanishni unutamiz. Dunyoga kelib, qilgan ishlarimizdan rohat olmay o'tib ketamiz. Bu surani yoshligimizdan yod olishimizni nasib etgan. Kimozar o'ynash va faxrlanishning xataridan, takosur bilan mashg'ul bo'lib, unga mukkasdan ketib, alal-oqibat qabrga kirganimizdagina haqiqatni anglab yetishdan ogohlantirgan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Siz ham opa-singlingiz bilan kimozar qilganingiz uchun qayg'udamisiz? Siz ham opa-singillaringiz bilan biror narsada peshqadamlik, chiroy, buyum, kiyim, ota-onaning yoki boshqalarning mehrini ko'proq qozonish kabilarda poyga o'ynaysizmi? Xo'sh, natija qanday?
Oliyjanob singlim, opa-singillar orasida musobaqalashish qanday natijaga olib kelishini ochib bergan nabaviy hadis bunchalar ajoyib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: avval raqobatlashasizlar, keyin o'zaro hasad qilasizlar, undan keyin yuz ko'rmas bo'lasizlar, oxirida esa g'azablashasizlar. Imom Muslim rivoyat qilgan. Demak, tutishganlar orasida paydo bo'ladigan raqobat 4 bosqichni bosib o'tadi. Birinchi bosqich mol-dunyo, peshqadamlik va boshqa narsalar atrofida bo'ladigan raqobat. Bu raqobat yuqoridagilarning birida yoki bir nechasida bo'lishi mumkin. Bunday raqobat, qizg'anish va tortishuvlardan keyin hasad bosqichi boshlanadi. Endi ikkala raqobatchi raqibi qo'lidagi ne'matdan ayrilishini, unga o'zi ega chiqishni, undan ustun bo'lishni o'ylay boshlaydi. Hasad eng yuqori cho'qqiga yetganda aka-uka, opa-singillar bir-biridan voz kechib, kam gaplashadigan, o'zaro yordamlashmaydigan bo'lib qoladi. Mehr uchqunlari qolgan bo'lsa-da, bir-birini ko'rishni istamay qolishadi. Nihoyat oraga nafrat oralaydi va rishtalar butkul uziladi. Isloh qilishning imkoni qolmaydigan darajada katta muammolar paydo bo'lib, mahkamalar ham ularni to'g'rilashdan ojiz qoladi. Bu ishlar bir kunda bo'lmaydi, ammo yillar davomida kuchayib boraveradi. Eng achinarlisi, bu bosqichlarning barchasi alamli ko'z yoshlari bilan kechadi. Bu o'rinda oqila qizning qiladigan ishi singlisi yoki opasi bilan raqobatga kirishmay, o'zining ham, tug'ishganning ham qalbiga sokinlik baxsh etish. Har kimning o'ziga xos ustun jihati hamda zaif taraflari borligini chin dildan e'tirof etishdir. Shunda opa-singlisidan har taraflama ustun bo'lishga urinmaydi. Singlisi undan o'zib ketishdan ham chekmaydi. Axir har bir qizda o'ziga xos, o'ziga mos chiroy bor. Har bir qizda o'zgacha chiroy, qaysidir sohada peshqadamlik, mehr va aql ne'mati bor. Boshqalar u bilan har qancha raqobatlashsa-da, bu ne'matni tortib ololmaydi. Bir inson hech qachon birovning rizqini olib qo'ya olmaydi. Endi mana shu savolga javob bering. Singlingiz yoki opangiz bilan raqobatlashayotgan bo'lsangiz, hozir qaysi bosqichga keldingiz? Endi o'rtadagi munosabatni qanday qilib avvalgi holiga qaytarish mumkin? Opa-singillarim bilan o'rtamizdagi raqobatdan mukammallik yo'lida foydalanishi mumkinmi? Oqila qizning tutadigan yo'li Muso alayhissalomning ukalari Horun bilan bo'lib o'tgan voqeadan ibrat olishdir. Muso alayhissalom payg'ambar edilar, lekin g'azablangan paytida gapirishga qiynalib, ba'zi harflarni to'g'ri talaffuz qila olmay qolardilar. Ukalari Horunning esa tili burroq edi. Muso alayhissalom sizu bizga o'xshab bu borada ukalari bilan raqobat kirishmadilar. Har bir insonda o'ziga xos ustunliklar, zaifliklar bo'ladi. Oqil inson o'zining zaif jihatini tan olib, birodaridan yordam so'raydi. Muso alayhissalom aynan shunday qildilar. Alloh taolo Muso alayhissalomni Fir'avnning oldiga borib, uni Allohga iymon keltirishga chaqirishni buyurdi. Shunda Muso alayhissalom Alloh taolodan ukalariga misli ko'rilmagan buyuk ne'matni so'rab oldilar. Og'am Horunning mendan ko'ra tili burroqroq, uni ham men bilan yuborgin, meni tasdiqlab tursin, chunki ular meni yolg'onchi qilishdan qo'rqaman. Qasas surasi 34-oyat. Alloh taolo bu iltimosni qabul qildi. Biz seni og'ang bilan quvvatlaymiz. Ikkovingizga shunday imkoniyat beramizki, ular sizga yetisha olmaslar. Bizning oyatlarimiz ila ikkingiz va sizga ergashganlar g'olibdir. Shunday qilib, Alloh taolo Horunni ham payg'ambarlik bilan siyladi. Bu esa akaning ukaga qilishi mumkin bo'lgan eng katta yaxshiligi edi. Insoniyat tarixida ukaga qilinadigan eng katta yaxshilik mana shudir. Chunki Muso alayhissalomning shafoati bilan ukasi ulug' payg'ambarlik maqomiga erishdi. Mashq. O'zingizdagi zaif nuqtalarni, boshqalardan ustun jihatlarni bilib oling.
Opa-singillaringizga ustun jihatlaringiz bilan maqtanish o'rniga, ularga ana shu jihatlaringiz bilan qanday yordam berish mumkinligini o'ylab ko'ring. Ularning zaif jihatlarini to'ldirishda yordam berish yo'llarini izlang. Mana shu yo'l bilan shaxsiyatingizni rivojlantirib, opa-singillaringizga yordam berishingiz, ustun jihatlaringizni ularning foydasiga qo'llab, ularning zaif tomonlarini to'ldirishga yordamlashib, ularning qalbini zabt etishingiz mumkin. Shunda barchaning ko'nglidan raqobat, hasad va ginalar ko'tarilib, qayg'ularimiz kamayib, Allohning izniyle qalbimiz shodlik bilan to'ladi. Ulug' tobeiylardan Hasan Basriy buyuk onalarimiz, mo'minlar onalarining maktabda tarbiya topgan, u kishini Ummu Salama roziyallohu anhu emizganlari alohida fazilatdir. Hasan Basriy rozilik, qanoat va baxt borasida barchaga namuna edilar. Bir kuni u kishidan qalbning xotirjamligi, mol-dunyodan ko'ngil uzish va dunyo ishlarida hech kim bilan raqobatlashmaslik kabi fazilatlarning siri haqida so'rashdim. Ulug' tobein shunday javob berdilar: rizqimni mendan hech kim olib qo'ya olmasligini bilgan kunimdan boshlab qalbim xotirjam bo'ldi. Amallarimni hech kim qilib bera olmasligini bilgan kunimdan boshlab ularni o'zim qilishga kirishganman. Alloh taolo mendan doimo xabardor ekanligini bilganimdan beri u zot meni gunohkor holatda ko'rishdan hayo qilganman. O'lim meni kutib turganini bilganimdan beri Robbimga yetishish uchun amallarimni zaxira qilishga kirishganman. Turmushga chiqqandan keyin ham raqobatlashaverasizmi? Birovlar bilan dunyoning arzimas, o'tkinchi matohlari ustida raqobatlashish oilalarning parokanda bo'lishi yo'lida bosilgan eng birinchi qadamlardandir. Buning dalili esa yana bir hadisdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Banu Isroil qavmini halok qilgan eng birinchi narsa kambag'alning ayoli eridan, boyning ayoli eridan talab qiladigan kiyim-kechak, taqinchoqlarni talab qilishidir. Oilalarning buzilishi, parokanda bo'lishi qachon boshlanadi? Ayol o'zining boy qo'shnisi yoki boy dugonasining qo'lidagi narsalarga ko'z tikib, u bilan dunyo matohlari borasida raqobatlashmoqchi bo'lib, erining qo'li kaltalik qiladigan narsalarni talab qilishi, kerak bo'lsa erini o'g'irlik va qing'ir yo'llarga yo'llash bilan bo'lsa-da, istaklarini qondirishga harakat qilishdan boshlanadi. Ko'pincha bunday hollarda er-xotinning chidab bo'lmas istaklarini rad etib, nikohga chek qo'yishgacha boradi. Oilangizni kelajakdagi parokandalikdan himoya qilishni istasangiz, o'zingizni birovlar bilan solishtirishni bas qiling. Bugundan boshlab turmush o'rtog'ingizdan toqati yetmaydigan narsalarni talab qilmaslik borasida o'zingiz bilan ahdlashib oling. Eng muhimi, Robbingizdan sizni qanoat va rozilik bilan siylashini so'rashni unutmang. Turmush buzilgan bir ayol aytadi: Turmushimizning avvalida men hayotimdan mamnun edim, xotirjam yashardim. Keyinchalik esa bir qo'shnimiz boy ayol bilan tanishib qoldim. Undagi narsalarni o'zimdagi narsalarga, hayotimni uning hayotiga taqqoslay boshladim. Shundan keyin unga hasad qila boshladim. Uning uyida chiroyli gilam ko'rsam, erimni xuddi shunday gilam olishga ko'ndirardim. Qo'shnim yangi tilla taqinchoq olganini bilsam, qarz havola qilib bo'lsa-da, menga ham ana shunday taqinchoq olib bermagunicha erimni tinch qo'ymasdim. Vaqt o'tishi bilan erim mening bu bosimlarimni ko'tarolmay qoldi. Men uning uchun og'ir yukka aylangan edim. Shuning uchun meni sevsa-da javobimni berdi. Qo'shnim bilan raqobat qilaman deb shirin oilamni barbod qilib qo'ydim. Bir ona aytadi: Turmush o'rtog'im qo'shnimiz bilan raqobatlashar edi. Bir kuni qo'shnimiz yangi mashina olibdi. Buni ko'rgan erim ham mashina olishga qaror qildi. Sizning ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi, yo'lni ko'rishga qiynalasiz-ku. Bu ahvolda mashina hayday olmaysiz dedim. Erim g'azablanib: Nima? Mana shu qo'shnimizdan orqada qolaymi? Yo'q, hech qachon. U mingan mashinani men ham minaman dedi. Bir amallab mashina sotib oldi ham. Hayot poygasida qo'shnimiz bilan tenglashgandan ko'ngli to'ldi. Keyin mashina haydashni o'rgana boshladi.
Katta qiyinchiliklar bilan buni ham uddaladim. Bir kuni yarim tunda erim bilan mashinada yo'lda ketayotib, ro'paramizdan chiqqan mashinaga borib urildik. Erim uni ko'rmay, qoidani qo'pol ravishda buzgan ekan. Mashinamiz ham, unga qo'shilib oilamiz ham vayron bo'ldi. Chunki orqa o'rindiqda ketayotgan kichik o'g'limiz vafot etdi. Erim bu farzandimizni boshqacha yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun bunday imtihonni ko'tarolmasdan og'ir asab kasalligi uchradi. Dilbandining o'limida o'zini aybdor his qilgani uchun tildan qolib, tirik murdaga aylandi. Erimning qo'shnimiz bilan raqobatlashishdan topgan foydasi shu bo'ldi. Bu bilan u o'zining ham, bizning ham hayotimizni barbod qildi. Endi mana shu savolga javob bering. Siz ham kim bilandir raqobatlashganmisiz? Natija qanday bo'lgan? O'sha raqobat sababli to'plagan tajribangizga qancha muddat ketgan? Bu raqobat sizga qanday ta'sir ko'rsatgan? Raqobatlashgan insoningiz bilan o'rtangizdagi aloqa qanday qoldi? Endi yana kimdir bilan raqobatlashishga jur'at eta olasizmi? Agar raqobatga kirishsangiz natija qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?